Azon fil-lughat ya'ni i'lon. Hatta i'lon degani, i'lon bildirmoq degani. Bildirmoq. Shariatda bo'lsa al-fazul maxsusatun fi awqatil maxsusatin. Maxsus vaqtlardagi maxsus lafzlar bilan bildirishlik degani. Al-i'lon bil-fazul maxsusatin fi awqatil maxsusatin. Bildirmoq. Azonni i'lon bildirmoq deydi nimaga? İnsanlarga namozning vaqtini kelganligini bildiradi. Al-azan sunnatun, azon sunnatun muakkada. Sunnatun muakkada Hanafiylarda vojibga yaqin bo'ladi, vojibga quvvatida bo'ladi. Imom Muhammad Azaliy, Abu Hanifaning shoirdi, qaysi bir qishloqda azon tark qilinadigan bo'lsa, shu mamlakatning podshohiga vojib bo'ladiki, bu qishloq ahli bilan jang qilish. Azonni tarqaganligi. Chunki azon islomning shiorlaridandir. Mana shunday katta gunohlardan uncha gunohlarga jang qilinmaydi. Lekin zo'r qishloq ahli azonni tarqisa, shu mamlakatda podshohga vojib bo'ladi, shu qishloq ahli bilan jang qilib, ularni urib, jazosini berib azon aytishdi. Agar bu shaharda erkaklar qolmasa azon aytadigan. Xotinlar aytishdi. Xotinlarda azon aytishligi makruh. Eğer erkekler olsa, belki erkekler kalmasa, erkekler nasıl kırılıp ketken olsa, kumu kırıp ketken olsa erkekler olsa. Şimdi mecbur, hakimler çıkıp azan eder. Biz salavatül hamsi, 5 vakit namazlar için. Vel cum'ati ve cum'a için. Cum'ani hem zikir kıldı. Cum'ani bazı meseleleri 5 vakit namazı gibi taklit olganligi için, kuduri cum'ani hem zikir kıldı ki, sanki tarbiyenin cum'aga azan aytilmasa kerak deb o'ylamasizlar. Dulama sivaha, boshqalarga emas. Boshqalardan tashqari. Dulama sivaha, boshqalar. Demak, tahajjudga azon aytib, ekan. Sunnatlarga azon aytilmas ekan. Vitrga azon aytilmas ekan. Janozaga azon aytilmas ekan. Ayit namozlariga azon aytilmas ekan. Istisqo, tanga talab qilingan namozlarga azon aytilmas ekan. Endi kusuf Ayet tutilganda, quyosh tutilganda namozlarda ularga azon aytilmas ekan. Faqat shu 6 soatga azon aytiladi. Va la tarji'a fihi. Azonda tarjih yo'qdir. Tarjih degani Shofiylarda mustahab, bizda mustahab emas. Hadislarda kelgan, ba'zi hadislarda tarjih kelgan, ba'zilarda kelmagan. Tarjih nima degani? Tarjih oldin og'zni tasdiqlash ashhadu an la ilaha illalloh. Ashhadu an la ilaha illalloh. Ashhadu an la ilaha illalloh. Oldin tasdiqlab, keyin ko'tarib, qaytarib aytgani tarjih, qaytarmoq degani. Tushundingizmi? Bizda ba'zi ulamolar tarjihni xatochilik tarjih degani, lekin ohangli aytishlikni tarjih deydi. Uni tafrid deydi, tafrid. Tarjih demaydi, tarjih qaytarishlik. Shu aytilmasin. Bilal roziyallohu anhuning aytgan o'g'illarda tarjih yo'q, lekin Makkada azon aytgan sahobiy tarjih bilan azon aytardi. Chunki Shofiy dediki, azonda ajamiylarni qo'shiqlariga o'xshatib qo'shiq qo'yishlik durust emas azonda. Qo'shiq emas. Hatto Ibn Umar azonni qo'shiqqa o'xshatib aytgan odamlar aytgan ekanki, men Alloh yo'lida seni yomon ko'raman degan. Azonni buzdik degan. Umar ibn Abdulaziz azon uchun buzib aytadigan bo'lsa, qo'shiqqa o'xshatib aytadigan bo'lsa aytmasin degan ekan. Kim aytsa, sunnatga muvofiq bo'ladi. Ba'zilar naqllarda ohanglashtiradi qo'shiqqa o'xshatib. Durust emas. Azonda 10 taga yaqin yerda kufrda xato bor. Azonda aytib turganda nihoyatda diqqatli bo'lish kerak. Allohu akbar. Shunda namda cho'zsa bo'ladi. Alloh. Lekin ana cho'zsa Allohu akbar desa kofir bo'ladi. Lekin o'sam aytibardagi ana cho'zsa Allohu akbar desa kofir bo'ladi. Yerda cho'zsa Allohu akbar desa kofir bo'ladi. Endi bitta Alloh azizda 3 to'rda kufr bo'ladi. Chunki Allohlar har kuni aytilmaydi. Allohlar kim aytadi bilasizlarmi? Taqvoli odam aytadi. Taqvoli odam, dindor odam. Gunoh kabira qilmagan, ishtoni osilmagan, soqolini kesmagan odamlar aytadi. Soqolini kesgan, soqolini qisqartirgan odamlarga ovozingiz makruh bo'ladi. Durust emas.
Fohir birodarlar. Keyin obro'li odamlar olishlik kerak. Obro'li. Shuning uchun Buxoroda oldin muazzinlar katta odamlar bo'lgan. Eski naqalada ko'rsangiz, aytadiki, o'sha Andijonda aytadi, Andijonda muazzin aytsa, Andijonda chekilariga chetilgan ovozi. Binolar baland bo'lgan. U vaqtda qanchada tovushlar ham bo'lgan. Bomba qatnab sukunat, baland uylar yo'q, ovozini yaxshi ketadi. O'zi ovozi baland odam, keyin muazzinga haybatli odam bo'lib ketgan. Haybatli. Mana shunday odam azon aytsin. Odamni buzib olmasin. Boshqalardan ko'p. Bu shahodat kalimalarida kufr bo'ladiganlar bor. Hammasiga diqqat qilsin. Ajran 10 taga yaqin yeri borki, xato qilsa kofir bo'ladi. Har bir kalimasini yaxshilab aytishlik kerak. Va yazidu fi azamil fajri va ziyoda qiladi fajrning azonida, bomdodning azonida ba'dal falahi hayya alal falahdan keyin as-salatu khayrun minan naum. Azonda so'zlab qo'yganda tajvid qonunlariga to'la so'zlik kerak. Bu tarbiyaga kerak emas. Yuruvchilarni qo'shig'iga o'xshatib, ya she'rning yo'lida qo'shig'iga o'xshatib emas. Yo'q. O'zi masalan qiroatni tajvidi bor, tajvid ilmidagi matnlarga qarab turib ko'rishlik kerak. Marroqani ikki marta aytadi. As-salatu khayrun minan nawm, ya'ni namoz uyqudan yaxshiroqdir degani. Bomda vaqtida ko'pchilik odamlar uxlab yotadi, kech qoladi, namozga yengillatadigan namoz uyqudan afzaldir deydi. Marroqani ikki marta takrorlaydi. Iqomatu misli ya'ni iqomat Allohga o'xshagandir. Iqomat nima degani? Turgizma degani. Tushunarlimi? Iqomat turgizma degani. Chunki azon aytilgandan keyin azonni masjidga to'planmagan, iqomatlarni turgiziladi. Turgiziladi, mo'g'iziladi. Ayni odamga o'xshagan bo'ladi. Xilafan shofiyataniki yo'q. Iqomat qiladi. Masalan, ikki davra ishtirok deydi. Iqomat Allohu akbar, ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna Muhammadar rasululloh deb shunday qisqa qiladi Imom Shofiy. Ikkalasi hadisdan dalil bor. Tushunarlimi? Ikkalasi ham hadisda bor. Ixtilof afzaliyatda. Hanafiylarni deb ko'rayotgan to'g'ri bo'ladi, gunohkor bo'ladi deb. Hech kim aytmaydi. Chunki hadisda kelgan. Yoki Shofiylar aytadiki, Hanafiylarniki makruh deyilmaydi. Ikkalasi ham aytgan, qaysinisi afzal? Hanafiylar aytadiki, bunisi afzal. Tushunarlimi? Bunisi yaxshiroq. Ular bo'ladi, bunisi yaxshiroq deydi. Shuning uchun yana bular tortishadigan masala emas bular, tushundingizmi? Bu harom to'g'risida emas. Kofirlar mana hozir xotirjam, yoshlikda yonboshlashib, nimaga bizni shunday tortishmaydigan masalada tortishishdan mashg'ulmiz. Haromda hech kim tortishmaydi. Shirkda hech kim tortishmaydi. Qabr-parastlik, pir-parastlik, ruh-parastlik, bular to'g'risidagi ochiqlik, araq, ular to'g'risida hech kim bahsini o'zi kichkina narsalardan tortishadigan masala. Illa annahu, lekin bu odam yazidu ziyoda qiladi fiha iqomatda ba'da hayya alal falahi, hayya alal falah degandan keyin qad qomatis solatu. Ana shuni marrotadan ikki marta ziyoda qiladi. Hayya alal falah degandan keyin qad qomatis solatu deydi. Shuni ikki marta aytadi. Ana hozir aytganimizdek, azon va takbir aytadigan, iqomat aytadigan odam tajvidni biladigan odam bo'lishi kerak. Tajvidni bilmagan odam o'zini gunohkor qiladi. Tushundingmi? Masalan, takbir aytadi, talabalarga ko'rasiz, buzib takbir aytadi. Ya'ni buzib takbir aytyapsizlar shu vaqtgacha. Hammalari. Hech kim mustasno emas. Masalan, shuni qomat solatda hech kim doldi qalqalamaydi. Dardida qalqala bo'lishi kerak. Qomat solat. Ular qomat deydi. Qo'shib qafsat deydi. Keyin dardida qaytib qomat solati deydi. Solati nimaga jar bo'lyapti? Qomatni foyili-ku. Mahrum bo'lishi kerak. Mahmudni nima deyapsan avomilda? Qomat solati bo'ladi. Tushundingizmi? Shuning uchun aytmayman. Chon-kampirlar aytmaydi odamlar takdir. Ilmliga aytishlik kerakki, to'g'ri aytsin. Pokistonda ular xatosi to'xtab o'tiradi. Kimga kelib turolmaydi? Biladigan odam aytsin. Sharmanda qilasiz. Ikki marta takrorlaydi. Va yetarasalu filadan avomni cho'zib aytadi, tarassul degani cho'zmoq degani. Cho'zib. Allohu akbar. Deb, cho'zadigan yasardi.
Biladimi? Cho'zadigan cho'zish kerak. Cho'zmaydigan cho'zsa bo'lmaydi. O'zi cho'zilib qoladi. İnsanın sözüne fiilisi harekatı çözülse. İnsan sözümüzü harekatı çözülür. Nam, çay, çığır, şöyle ne konuyor bir farkı yok. Ama yani mesela Allah'ın sıfatlarını hata ettiğinden bu söz kafir kalır. Aytibar deganlar deyarsan, aytibar degan. Aytibardır, ikkita ma'nosi bor uni. Bu daraxtning turi bor. O'simlik. Tushundingmi? Bunga ko'ra Allah o'simliklardir degani bo'ladi. Allohu akbar degani. Yoki ba'zi lug'atlarda tovoq ma'nosi, idish ma'nosi bilan Allah idish tovoqlardir degan ma'nosi. Yoki akbar so'zsa Allohu akbar degani Alloh kattami degani bo'ladi. Tushundingmi? Alloh kattami degani bo'ladi. Kafir bo'ladi. Shuning uchun bu gapirishlik kerak. Ya'ni odamni cho'zib aytadi, tajvid qonunlariga ko'ra. Va yahduru fil iqomati. Iqomatni tezroq aytadi. Tezroq. Azonga nisbatan. Agar iqomatni cho'zib olsa, xilof qilgan bo'ladi sunnatga. Azonni tez aytsa, azon sunnatga xilof qilgan bo'ladi. Odamning kalimalarini aytishlik to'g'risida, ya'ni ixtilof yo'q. Allohu akbar, Allohu akbar. Sen bo'laradi. Yoki bitta ham bo'ladi. Allohu akbar. As-solati wal falah. Muazzin as-solah va falahga yetishganda, hayya ala-s-solah deyotganda va hayya ala-l-falah deyotganda havvala vajhahu yuzini buradi yaminan va shimalan, o'ng va chap tarafga. Yani hayya ala-s-solah deganda o'ng tarafga burasiz, hayya ala-l-falah deganda chap tarafga burasiz. Va bu yerda vajhahu deyapti. Ko'pincha avomlar bu tarafni bu nafasini buradi, ko'kragini ham buradi. Ko'kragini burib qo'yadi. Buni taliblardan ko'rganda uni. Shuni har bir talibning amal qilsa, keyin avomlar ham qilmaydi. Faqat yuz buriladi xolos. Endi hozir mikrofonda aytiladi, nima qilsin? Zavlatadiki, "Lekin avomimiz chiqmay qoladi" dedi. Sal bo'lsa naqin, sunnat tarkibi. Tushunadingmi? Mikrofonni masalan nima qilsa bo'ladi? O'sha vaqtda sal o'zingga surilib tur, sal beriroq surilib tur. Kimda sal bo'lsa, mikrofon bo'lmasa, sal berib qo'yishingki, sunnat tarkibi emas. Tushundingmi? O'zing mikrofon chiqdi, telefon chiqdi, mahsul chiqdi, sunnatlar tarkibi bo'lsa, nima deydi? Agar somiada bo'lsa, somiada mezarani aytadi, mezarni midoran aytadi. Baland, endi chiqdi odamlar yer, shunda haligi bir tarafga, bir taraf eshitadi, boshqa taraflar eshitmay qolsa. Shunda agar sanqalarni qimmatmasdan ilgari bo'lsa, haligi teshiklardan naqd qo'yadi. Kim yer bo'ladigan bo'lsa, bu yerda aytib, hayya ala-s-solah deganda bu teshikka kelyapti. Bu teshikka qarab baqiradi, hayya ala-s-solah deb aytadi. Bu teshikka borib hayya ala-l-falah deb aytadi. Orqa tarafga aytmaydi. Agar hamma old tarafga bo'ladi, tushundingizmi? Yurganingizda zarari yo'q, usul qo'ygan. Ba'zi kishilar mikrofonni rad qilishadi, mikrofonni olib aytilmas. Bizning ta'limli jamoat, Pokistonda ta'limli jamoatda xato bo'ladi. Mikrofonni aytmaydi, video aytmaydi, video bo'lmaydi. Radioda ham bo'ladi. Har bitta masjidda o'zining va'zini bo'lishi kerak, tirik insonlar bo'lsa. Temir transportdan bo'ladi. Shular azon aytadi. Va buni bilsanglar, qazo namozlariga ham azon aytadi. Va yetim va iqomatdan aytadi. Qazolarga masjid kerak. Chunki lozim, qazolarga azon aytmasangiz, naqson qiladi namozingiz. Iqomatdan aytadi. Sen sayfa qil salovatni, agar bir odamni ko'p kun namozga qolib ketgan bo'lsa, jama'at anjalar tunlar, aytganning ula birinchiga aytadi, va qoma iqomatdan aytadi. Bakana muhayyarat va ixtiyorlidir. Istiqomat ikkinchi namozda. Insha azana holat aytadi va qoma iqomatdan aytadi, insha istisrani iqomat yoki faqat iqomatdan kifoyalanadi, Allohga beradi. Shunday ko'p kun namoz o'qishsa. Ammo bir yerda bo'lishni shart emas. E'tibordan 5 ta namoz o'qish, boshqa yerga borib yana 5 ta namoz o'qish, unda yurib yurgan sari azonni aytvorasizlarga. Tushundingizmi? Chunki o'sha yerda bo'ladi. Qazo namozdan nimaga ham bittasiga azon aytilmayapti? Chunki azon hali atrofdagilar chaqirishi kerak. Bu qazo faqat sizniki. Shuning uchun. Faqat azon aytiladi, faqat.
qazoga aytilganlarga albatta safarga emaslar. Safarga ketyapsiz, namoz o'qimoqsiz aytasiz. Lekin safarga ketyapsiz, masjidga tushsiz, unda aytmasangiz bo'laveradi Alloh. Shuningdek, unga ozoq aytilgan. Takbir aytish to'g'risida, masalan, masjidda takbir aytmasangiz bo'laveradi. Chunki takbir aytilgan. Va shaharda bo'lsangiz, uyda o'qisiz, ozoq aytmasangiz ham bo'laveradi, takbir aytmasangiz ham bo'laveradi. Shuningdek, hazrat bu yerda ozoq aytmayapsiz, ozoq aytsangiz ham bo'laveradi, aytmasangiz ham bo'laveradi. Va takbir ham aytsangiz ham bo'laveradi, aytmasangiz ham bo'laveradi. Tushundingmi? Ammo aytganimiz yaxshi, ozondan aytganimiz yaxshi, takbirdan aytganimiz yaxshi. Ozondasi tasbih qo'shlar ham keladi. Farishtalar ham keladi. Ko'payish qiladi. Endi agar qazo namozlarida masjidda o'qiydigan bo'lsangiz, unda ozondan qomat aytmaysiz. Ya'ni ozondan qomat aytsangiz, odamlar bilib qo'yadi qazo qilganingizni. Bu namozni qazo qilishning gunoh kabira. Gunoh kabirani odamlarga izhor qilish ham gunoh. Tushundingizmi? Masalan,